2026 yilgi yangi Toyota Corolla modeli avtomobil bozorida yana bir bor ishonchlilik, tejamkorlik va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligini namoyish etadi. Toyota Corolla dunyo bo'ylab eng ko'p sotilgan avtomobillardan biri sifatida o'z tarixida millionlab haydovchilarning ishonchini qozongan va 2026 yilgi avlod ham bu an'anani davom ettiradi. Ushbu model kundalik foydalanish uchun qulaylik, oilaviy ehtiyojlar, shahar va trassa sharoitida barqaror yurish, past yoqilg'i sarfi hamda zamonaviy dizaynni birlashtirgan holda ishlab chiqilgan. Tashqi ko'rinishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2026 Toyota Corolla avvalgi avlodga nisbatan yanada sportchi va agressivroq dizayn elementlariga ega bo'lib keladi. Old qismida kengaytirilgan radiator panjarasi, ingichka va o'tkir shakldagi LED faralar, kunduzgi LED chiroqlar bilan birgalikda avtomobilga zamonaviy va premium ko'rinish bagishlaydi. Kuzov chiziqlari yanada silliq va aerodinamik bo'lib, shamol qarshiligini kamaytirishga xizmat qiladi. Yon tomondan qaralganda, yangi dizayndagi yengil qotishmali disklar, eshiklar bo'ylab o'tgan aniq chiziqlar avtomobilni yanada jozibali ko'rsatadi. Orqa qismida esa LED stop chiroqlari, sportchi bamper va ixcham bagaj qismi Corollaning umumiy dizaynini mukammal yakunlaydi. 2026 Toyota Corolla ichki saloni maksimal qulaylik va texnologik yangiliklarga boy tarzda ishlab chiqilgan. Salon dizaynida sifatli materiallar, yumshoq plastiklar va puxta yigilish seziladi. Old panelda katta o'lchamli sensorli multimedia ekrani joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va tushunarli tarzda yetkazib beradi. Rul dizayni ergonomik bo'lib, unda multimedia va xavfsizlik tizimlarini boshqarish tugmalari joylashtirilgan. O'rindiqlar qulay va uzoq masofalarda ham charchoqni kamaytirishga mo'ljallangan. Orqa o'rindiqlar esa oilaviy foydalanish uchun yetarli darajada keng bo'lib, yo'lovchilar uchun. Dvigatel qatoriga to'xtaladigan bo'lsak, 2026 Toyota Corolla bir nechta dvigatel variantlari bilan taklif etiladi. Asosiy benzinli dvigatel 1.8 yoki 2.0 litr hajmga ega bo'lib, yoqilg'i tejamkorligi va yetarli quvvatni ta'minlaydi. Shuningdek, Toyota o'zining mashhur gibrid texnologiyasini ham taklif etadi. Gibrid Corolla elektr va benzin dvigatelining uyg'unligi orqali juda past yoqilg'i sarfi va ekologik tozaligi bilan ajralib turadi. Shahar sharoitida gibrid versiya ayniqsa tejamkor bo'lib, yoqilg'i xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Uzatmalar qutisi sifatida avtomatik tilt yoki mexanik variantlar mavjud bo'lib, silliq va qulay harakatlanishni ta'minlaydi. Yurish xususiyatlari bo'yicha 2026 Toyota Corolla o'z sinfida yetakchi hisoblanadi. Osma tizimi shahar yo'llaridagi notekisliklarni yaxshi yutadi. Rul boshqaruvi esa aniq va sezgir. Avtomobil burilishlarda barqarorligini yo'qotmaydi va yuqori tezlikda ham ishonchli harakatlanadi. Shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan bo'lib, salon ichida tashqi shovqinlar minimal darajada seziladi. Bu esa uzoq safarlarda haydovchi va yo'lovchilar uchun katta qulaylik yaratadi. Xavfsizlik masalasida Toyota doim yetakchi bo'lib kelgan va 2026 Corolla ham bundan mustasno emas. Avtomobil Toyota Safety Sense xavfsizlik paketining eng so'nggi versiyasi bilan jihozlangan. Ushbu tizim tarkibiga avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash, adaptiv cruise control, yo'l chiziqlarini kuzatish, kor nuqtani nazorat qilish va to'qnashuvdan ogohlantirish tizimlari kiradi. Bundan tashqari, ko'p sonli havo yostiqchalari, mustahkam kuzov konstruksiyasi va zamonaviy elektron yordamchilar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini maksimal darajada ta'minlaydi. Texnologik imkoniyatlar ham 2026 Toyota Corollada yuqori darajada. Multimedia tizimi tezkor va qulay interfeysga ega bo'lib, navigatsiya, ovozli boshqaruv va internetga ulanish imkoniyatlarini taqdim etadi. Smartfon orqali avtomobilni masofadan boshqarish, eshiklarni qulflash. Yoqilg'i tejamkorligi 2026 Toyota Corollaning eng katta ustunliklaridan biridir. Benzinli dvigatellar ham, gibrid variantlar ham past yoqilg'i sarfi bilan ajralib turadi. Bu nafaqat kundalik xarajatlarni kamaytiradi, balki atrof muhitga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini ham pasaytiradi. Shu sababli Corolla ekologiyani o'ylaydigan va iqtisodiy avtomobil izlayotgan haydovchilar uchun ideal tanlov hisoblanadi. Bagaj qismi kundalik ehtiyojlar uchun yetarli hajmga ega bo'lib, xaridlar, sayohat yuklari yoki oilaviy buyumlarni joylashtirish oson. Orqa o'rindiqlar buklanadigan bo'lib, katta hajmdagi yuklarni tashish imkonini beradi.
Bu esa Corolla'ni nafaqat shahar ichida, balki uzoq safarlarda ham qulay avtomobilga aylantiradi. 2026 Toyota Corolla narx siyosati bo'yicha ham raqobatbardosh bo'lishi kutilmoqda. U o'z sinfidagi boshqa sedanlar bilan solishtirganda sifat, ishonchlilik va xizmat ko'rsatish xarajatlarining pastligi bilan ajralib turadi. Toyota brendining ishonchliligi, ehtiyot qismlarining oson topilishi va servis tarmog'ining kengligi Corolla'ni uzoq muddatli foydalanish uchun juda maqbul variantga aylantiradi. Xulosa qilib aytganda, 2026 Toyota Corolla zamonaviy dizayn, yuqori texnologiyalar, ishonchli dvigatellar, a'lo darajadagi xavfsizlik va yoqilg'i tejamkorligini o'zida mujassam etgan mukammal avtomobildir. U yosh haydovchilar, oilali insonlar va kundalik qulay avtomobil izlayotganlar uchun birdek mos keladi. Toyota Corolla yana bir bor o'zining afsonaviy nomiga munosib ekanini isbotlab, 2026 yilda ham avtomobil bozorida yetakchi o'rinlardan birini egallashi shubhasiz.